Hozirgi gradus aka 44 ku. Siz gradus ko'tarib tushiraman desangiz, mana sol qo'lda birinchi turadi-ku. Shuni bir bossangiz, mana usti margat etadi. Buna strelkami o'yda ko'tarib, qolgan gradusga. Bundan tushirasiz sifrasidan. Dag'i bilan bir bosib, buni ko'tarib tushirasiz. O'z обновление bo'lyapti. Mana bir ezganda misolsa, sizni 5 sekund kutadi. Ondan keyin etsangiz уже ishlamay qoladi. Dag'i bir joy bossangiz asta, unda ligirovka qilasiz. Только mo soldan birinchisi ko'tarib tushirib, dag'i birini bosib ko'tarib tushirasiz. Buna 12 volt, buga tegmaysiz. Buna ventilyatorning положенияsi 1 2 3. 4 qo'ysangiz уже Ikinci plajını isteyelim mi? 3 3 ishlaydi. Bundan bassangiz aka avariya. Bundan bassangiz ishlaydi, ishlaydi, rushmaydi. Rishni haydab beradi. Qo'llansangiz cho'k bassangiz ishlaydi. Endi bundan qarab qo'yasiz. 20 sekundda 0.6 minut turadi. 20 sekund ko'mir turtib beradi, 6 minut kuygizadi. Если ko'mir bu bunker joqqa o'tib ketsa, mayli. O'tib gradusga chiqmay nima bo'lib qolsa, bunda 20 ni 30 qilib qo'yasiz. Если ko'mir chala kuyib, bu yoqqa kulga aralashib, anaqa bo'lib tushayotgan bo'lsa, altini 5 qilib qo'yasiz. Обязательно buni ligirovka qilgandan keyin bir o'chirib yondirib qo'yasiz. Bundan обновление bo'lib qoladi. Mana ismi. Bu bayog'i akkumulyator ulag'anda. Bo'ladi. Bayog'i 2 klema qat'iy turgan nimasi bor. Shunisini bir 2 joy burab qo'yasiz buni. 2 ga to'g'rilab. Mana уже dalinani ko'rsatib ishlayveradi. Akkumulyatordan svet o'chganda akkumulyatordan ishlayib, svet kuyganda akkumulyatorga zaryad beradi. O 2-3 soat akkumulyatorga ulanib turgandan keyin buni qayta bir 2 burab qo'yasiz. Уже zaryad to'ladi. Bo'lsa jarib qo'yadi. 5 litre öğretmeden mi? Ama o'chiq hozir. Mana уже yondi, o'chiq. Gradusda bir bastınız, bundan ko'tarib tushirib, daha bir basib, bundan ko'tarib. O'zi normal qancha gradus? Hozirgi gradus 45-50. Hozirgi normalniy gradus. Короче, patologi 50 ekan, nizgisi 45 ekan da получается. Ustidan asti 5 past yursin, bo'ldi. Nechi qo'ysangiz ham 65 qo'ysangiz ham mana 60 qo'yasiz. 5 ta raznica bo'lishi 5 kerak. raznica bo'lishi kerak. Bo'ldi, ash chiqib tushib ishlayveradi siz aytgan gradus. Hozir to'xtab qoldi mi? Уже to'xtadi, gradusga chiqdi-da mana 50 ga. Su 55 bo'ldi, 45 bo'lganda qayera ishlaydi o'zi. O'ta 100 ketsa 30-45 ga tushib qolgan. O'ta qizib ketsa 35-40 qilib qo'ysangiz bunday yetadi. Kunni borida issiq bo'lib ketsa-da. Issiq bo'lib ketsa. Bo'lmasa перерасходda. Qishda qanchaga ko'tarsak bo'ladi buni? Qishda aka buni maksimum 60-55, bo'lmasa 65-60 qo'yasiz. Maksimum. Ashunda ham timmi yonib turadi-da 24 soat uyda isitib oladi ashunda. Ko'mirni siz bitta ligirovka qilib olasiz, ko'p turtib qo'ysa, chala kuyib, kulxonaga chala kuyib tushsa, tak chala kuyib ketayotgan bo'lsa, uni altini jet qilib qo'yapsiz. Jetni ko'proq kuydiradi. Ko'proq kuydiradi. Mana u uspet qilmayotgan bo'lsa, shu 6 minutda maqa kuydirib olayotgan bo'lsa, oyoq qo'yib ketgan bo'lsa, 30 qilib qo'yapsiz. 30 qilib turib, non bosib qo'yishim kerak-ku. Обязательно o'chirib yondirib qo'yish. Buni ligirovka qilganda обязательно mana tushundim. Bo'lmasa 10 niday qolaveradi. Bog'larda aka bir juma 10 kun, 2 juma ashlaqada bir ishlarini tozalab turasiz. Mana ko'miringiz ham kichkina shilaq bo'lib, shilaq qarmayotganda, mana ko'mir albatta kuyishi yaxshi. Kaloriyasi va boshqa nimalari yaxshi ekan. Ko'mir almashtirish kerak ekanda-da. Bu provaga olib keldi-da. Bu bo'lmaydi bu. Naryoqda tursa, uyli ketadi. Buni qanchada bir tozalayman buni? Bu kunda 2 mal, 3 mal qarab turasiz. Kundaga tozalab o'tib turar ekan-da. Misol uchun baribir narigi xazaystenniy pechkalarda ham 5-6 joy qarab nima qilinadi. Buni aka 2 mal bo'lsa 3 mal. Erta bilan obedda kech payt qarab qo'ysangiz bo'ladi. Ko'mirni aka to'ldirib solib qo'yasiz. Qancha botat beriga? 3 kop botat. 3 kop botat. 3 kop solib qo'yasiz. O bitmedi. Vatib pistirgan bu. Aka mana shu mертвый ham yo'q. Bo'ldi. Bu yoqlari so'qpay qoldi. Bu yoqlari mashina bo'ldi. Pechka yo'q. Qadimkida esiyapti, ikkovi ham birday bo'ldi. Уже полностью ularda sib bo'ldi. Обязательно sayil turish kerak-da, men bu yoqqa tortib kelib qo'yishligini. Svet o'chib qolsa, durib, qo'shni ham aytib bering, svet o'chib qoldi mana, deydi hozir. Nasoslar ishlamaydi. Nasos ishlamasa, Sistema ishlamaydi, pechka ishlayveradi.
Mana Samoto'ga qaytadan Samoto'ga tutish qiyin bu. Men короче haliginaqa nima dedim? Svet o'tsa dvijok yo bitta generator, Inverter dedimi, nima deb qadashini? inverter. Inverter deb qadami? Akkumulyatordan 220 chiqarib beradi-yu. O'shunday qo'ysam, mononi ulab qo'yishim kerak ekanda получается, a? Или как? Inverter qo'ysangiz, Hmm. geliyor akkumulyator deyapsiz, Hmm. siz o'zini inverter. Mononi geliyor akkumulyatorda o'ziga saysiz, 12 volt ishlaradi mono. Monolarda shu 220 chiqarib bergan nimasiga ko'p qo'ysangiz bo'ldi. Ha, buni o'zini akkumulyatorga bu yoqda 220 ga Bunday ulashim. ishlaradi şimdi. Sistemasi 100 boyagidek. Rosa açıp baksam 4 saat, 3 saat açıp da hiç... Ya aka unaqada bu to'plab ol, bir sutka issiq qarmab turaveradi-da bu. Nimajda da bu açıp. Bu aka unda kerak yo'q. Monda o'ta o'chib qolsa, ozgina nima ventilyatorni qaytarib turib, ozgina cho'q qilib, bo'lmasa ozgina o'tindan yoqib turib, moni 1, 2 qilib turib, 3 qilib qo'yasiz, o'zi ulanib ketaveradi. Endi nimasiga qarab, смотря, давлениyaga qarab ko'tarib qo'yadi. Atak monga bitta akkumulyator qilib qo'yib qo'ysam, buni o'zini o'zlik qilaverar ekanda. Buni отдельный получается. O'zini o'zi ligirovka qilaveradi. Akkumulyator qayerga qo'yayman mana shunda olib kelsam, например. Akkumulyator любой mayga qo'yib qo'yasiz. Tak. Bu isimaydi. Akkumulyatorni ulaganingizdan keyin Provodlar, ha, moshlar qo'shib qo'yaman bo'ldi ekanda. Plus minus. Ularni ulab qo'yasiz, moni 1, 2 ta ulab qo'yasiz bo'ldi. Qadimki ishlar. Ikkitagacha. 120 ekandan keyin mana o'chib qolsin. O'zim mana Yorib qo'yadi, akkumulyator yorib tashlaydi, ko'pchilik. akkumulyator. Bu o'z zaryad oladimi bu nima? Bu akkumulyatorga zaryad beradi. Ha. Bu hozir svetingiz bor, boshqa bor, mashinani misol uchun zapasnoy akkumulyatori bo'lsa, mana qo'yib qo'ysangiz 2-3 soatda, bo'lmasa 1-2 soatda mana bunday qilib to'ldiradi. Vay, to'ldiradigan da. Svet yongandan keyin akkumulyator yuzib qo'yishim kerak ekan, nima bo'lacak? Svet yongandan keyin какой-то bir 2 soat turgandan keyin uzib qo'yasiz. Svet o'chganda ulab qo'ysangiz, svetdan olib, akkumulyatordan Shunday ishlatib, ventilator ishlatib ishlab Qoladi, qo'yadi. pechka polniy ishlaydi. Aka 100lik Matiz Tico, Matiz degan kichkina bu. Yo'q, 100lik borda menda. 100lik Sprinter bo'lsa degan. вообще zo'r bo'ladi. 100lik borda. Poplasını aldım. Zapaz ekanda prosta. O'zi mana kompyuterni nimasi zaryadlaydi-da, mana generator bu ham. Nima? Akkumulyator zaryad beradigan narsasi. Misol uchun bunga nima qiladi? Bu mon ustida turibdi, siq-siq ishsiz Yo'q, hech bo'lmaydi. narsa bo'lmaydi. Mana suvda chunki 100 gradus bo'lsa ham bu suv yerda olmaydi. Mana yopishib qolsa bo'ldi. Hatto bu ham o'taylarlik qo'lni kuydiradigan bo'lsa, ishlamaydi. Qizarib boshqa bo'lmaydi. Понял?